Xo'sh bo'ldi. Davom etamiz. Yana bir bor assalomu alaykum hammaga. Vektor strategiyamiz ishlashi, qoidalari va natijalari. Tilla parasida M15 time frame da ishlaydi. Xo'sh mana RR1 kuni kechagi natija bu. Kanalga ham tashiganman. Uje bir kun oldin RR1 mana 2.9 o'q qolibdi. 1.3 qisqasi undan oldingi kun. Xo'sh, yana undan oldingi kunini ko'ramiz. Bir kun stop loss. Haqiqatan stop loss bo'lgan va undan oldin yana sirazi 1.3. Mana risk reward 1.3. 1.2.9 o'q qolibdi. Mana qisqasi 1.3 da. 1.3. Xo'sh, davom etamiz yana. Xo'sh, mana sirazi yana 1.3. Bilasizlar, RR1 ishlanadi. Tilla parasida M15 time frame da ishlanadi. Mana qaranglar. Mana shu 1.3imiz ham necha punkt mana qarang. 450 punkt past. 450 pips, 4500 punkt past. Yomon emas natija. Vektor orqali qilingan mana 1.3 как положено take profitlar olingan. Vot mana yana bitta stop loss bo'lmaydi emas, bitta stop loss bor. Mana bu kun 1.5 olingan. Chunki bunda endi 1.5, 1.3 da yopib kutilganda, mana shu yerdagi ochiqqa bitamla ham turibdi hali. Bezubitga qilib ozroq ko'p qismini yopib, ozroq qismini qoldirib kutilgan. Va mana buni ham bilasizlar, mana 1.4 va bitta 1.3 mana. Mana bunisi 1.4. Bir kun ichida olib chiqib ketilgan natijalar vektor orqali. Vot mana o'sha selga ham ishlangan 1.3. Mana постоянно 1.3. Vektor borki, ishoninglar, просто так bomba strategiya vektor. Просто o'rganish kerak, so'qqan qilish kerak, shu boshqa narsa emas. Xo'sh, mana bu ham 1.3, bu ham 1.3, bu ham 1.3. Mana bu 1.1 bu nima uchun kirilgan? Bu vektor orqali kirilmagan, o'chirib tashlayvering. Mana o'sha mana buchi. Bu 1.5 olingan ekan. Hammasi bo'ldi vektor orqali ishlangan natijalar. Hammasi mana. Mana bu ham 1.3, bu stop loss olgan ekan bu. Menimcha, yana ham bilmadim. Ha, bu bitta stop bo'lgan yana. O'sha mana. Ketdi dalshi mana. Mana bu yerda nima bo'ladi? Bunda savdoga kirilmagan ekan. Limit olmay ketgan. Xo'sh mana. Yana bitta. Bunisi 1.5 bo'ldi. Endi davom etsam, to'g'risi natijalar ko'p. Yo'q emas. Просто так men demoqchi bo'lganim, nima ko'rsatmoqchiman? Endi buni ichida shubha qilayotgan odamlar ham bo'ladi. Oldindan grafikka limitkalarni qo'yib ko'rsatib, yo'q, mana bu videoni men saqlab qo'yaman. Kanalga pin qilib qadab qo'yaman tepaga va har bir o'rgangan o'quvchiga mana shu sababdan kirilgan, shu sababdan take profit olingan, shu sababdan stop loss olingan deb ko'rsatib beraman, shu ishonch hosil bo'lishligi uchun. Bu просто так havodan olib, mana bu limitni bunday qilib, mana bu yerdan bayga deb qo'yib qo'yilmagan bu. Bu mana shu yerda turibdimi? Bo'ldi, mana shu yerda turilganini как положено isbotlab keltirib beraman erta kanalda. Nima uchun bu yerdan bay ochilgan, nima uchun sel ochilgan? Hammasi ko'rsatib keltirib beriladi. Mana qara deyman. Nima uchun men shuncha payt qarang aka deb aytaman. Endi misol uchun nima uchun shuncha payt bayga yoki selga ishlanganlar foyda take profitlarini ko'rsatganman, to'g'rimi deyman? Havodan olib qo'yib qo'yganman, mana deyman. Ko'ring deyman. Shu orqali shu vaqtda shunday savdo qilingan, shuning uchun mana shunday take profit olingan deb hammasini ko'rsatib beraman. Mana bular har birida o'zim savdo qilganman va hozirda savdo qilib kelmoqdaman. Mana shu vektor strategiya orqali strategiya просто так bomba ishoninglar mana. Har biri ochilgan сделкalarim hammasi o'zimniki. Kecha ham savdoga kirganmiz, RR1 olingan bo'ldi, nima muammo? Shuncha kunda ko'rdinglar. Misol uchun 10 ta, 15 ta ko'rsatgan bo'lsam, 2 ta dona stop loss chiqibdi, boshqa chiqmayapti. Bu bekorga shunchaki havodan olib qo'yib qo'yilmagan bular. Bu limitkalar yo anolar. Shunchaki havodan olib qo'yib qo'yilmagan. Ishlangan, haqiqatan foyda olingan, boshqa qilingan, keyin o'sha limitlar bo'ldi. Mana bu ham qoladi menda. Chunki men o'qigan o'quvchilarimga erta ko'rsatishim kerak. Shu sababdan kirildi, shu sababdan foyda olindi deb va kanalda o'zim сделка ochib yopganlarimdan polni natijalarini tashiganman. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Vektor strategiya просто так haqiqatan mana shunday ishlab kelgan, ishlab ketadi ham, xudo xolasa ishlaydi ham. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.